Hamma aytadi-yu, bitta gap bor. Yaxshi ko'rgan odamni Madina Munavvarada ko'rishadi. Mana biz Madina Munavvarada Makka da ko'rishdik inshaalloh. Avval Jiddada ko'rishganmiz. Ha. Bugun endi Madinada ko'rdik. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim jannatlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilarida ham ko'rish nasib qilsin. Amin. Jumlalar chaqirib qolaman. Madinadaman, Makkadaman, den doim istiqomatim Makkatul Mukarramada bo'ladi. Kelinglar, bosh ustiga mehmonim bo'linglar, xizmatinglarda bo'lay. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Ko'pchilik kelib qolsa nima qilasiz? Hammasini qabul qilaman. Bag'rimiz keng. Bag'rimiz keng. Inshaalloh kutamiz, kelinglar. Salomat bo'linglar. Hoji aka bilan birga ko'rishib qoldik inshaalloh. Halol. Haj va hurmasin. Olinglar. Haj va Madina, oling, so'ning. Mashina tarqatib berasiz. Karima bu. Ha, farzandlarim sizga o'xshasin ilohim. Allohim rozi bo'lsin hammamizdan. Yabis, ha. Hajji, marhaba. Haj va Madina Munawwara, marhaba. Bismillah, hajja. Madina Munavvarada Alloh rozi bo'lsin. Men akamni uchratib qoldim, birga ihsonlik qilamiz. Tal, hajji. Hoji ona, hadiya. Olinglar, haj va hurma Madinaniki. Har doim Madinaga kelib yuribsizlarmi? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qo'linglarga hovuchlab olinglar, yeb yurasizlar. Bismillah, hajji, marhaba. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin. Hoji akamdan inshaalloh sizlar ham kelsanglar, ko'p ashaqa hadiyalar beringlar. Allohning yo'lida. Madinaning xurmosi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertalab har kuni xurmo yeganlar. Ajvani xurmosini yeganlar. Qayerdan sizlar? Samarqanddagilarga salom. Alloh rozi bo'lsin. Haj mabrurlardan bo'linglar. Olinglar hoji akalar, sunnatga amal qilamiz. Ummi habibi. Ummi Bilal. Marhaba. Ummi Bilal. Voy buni qarang, yaxshiligini. Assalomu alaykum ummi. Bilal. Inshaalloh. Haj mabrur. Tugab qolibdi hoji. Duo qo'ying O'zbekistonga. Parvardigor Jallolah shu ehson qilgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni qilgan ehsonini dargohingda qabul qil. Amin. Zururiyatlardan ahlimlar, qorilar chiqargan barchalarning qadamini Ravza-i Muborakka yetkazgin. Muborak haj safarida qatnashishni, Baytullohni tavof qilishni o'zing ularga nasib qil. Amin. Qilgan ehsonlari evaziga gunohlarni kafforat qilgin.